Alaykum. Tordaşlar yaxşımısızlar? Uzaq vaqt oldu biz görüşmegili. Mən öydə bolmay qaldım. Salamatlık tüpəyildi. Bu yaqından beri torlarda hər xil oyunlar çıxışqa başladı. Oyunun heç qaysı kirişkim yox, çünki mənə zimin kerak, qeyrindaş kerak. Əgər də sizin dədiniz zimin olmasa, çoxum oyunğa kirisiz. Onысы enaq jığılıb qalğan laqanda paytımı, konu paytımı lavamı, aşlarını söylep çıkıp, yoki Facebook'taki bəzən temalarını ulğaytıb, yoki yana bir qəhrəman izləb degəndək işlarını qıvatıdıcıq adamlar. Onu körüp durvatımız. Anadakın bir qancha ballar deptiken toq ispatlıq evatibdiken bəzən bir vətəndən pul yötkəyalaydigan insanlar nima üçün bir qəhrəman boğaz kelib səkrəydi deb suallarını qoyubsizlar. O sualgan bir özünün sorab beqing deb cavab berdim. Vətəndən pul yötkəyalaydiganın isbatını evatibsiz. O bir şəxsilik ekan, hamda onunğa mən aralashqım kelmedi desem mi boludu. Pul yötkəp hamda u yerdən bu yerdən pul yötkəyalaydigan. Lekin hamda konsulxana aldın nima onu mən bilmedim. Özünün sorab beqing dedim. Anadakın qeyrindaşlarım, Tibet nima qıvatıdı? Tibet xalqı özünün əməli hərəkəti bilan mustaqillik kerak ekanligini bütün dunyoga jakalawatıdı. Fursat kelganligini chin tutdi bular. Birisi ularning armiyasi bor. Hindistonning quyruqiga chin esildi. Yana birisi Amerikaga chin esildi bular. Bizchu, bizning talay yillik da'vogarlarimiz var Amerikada. Heliqi bir qeyrindishimiz var. Erkin Sidiq efendim deyli. Men 2 gün ilgari chiqarib qo'ydim. Erkin Sidiq efendim bütün aşı vatandan kelgan aşı pichirlab haq deb bergan ishki uchurlar, og'inlari Beijing orqali yetkazib bergan uchurlarni mana Amerika kerak, Amerikaga olib bersin. Men topshirgan narsani sen nima ish topshirolmaysan deb turib chaqiriq qildim. Qilsin. Uyg'urga anglatish emas narsa, hech qanday davoni Uyg'urga anglatish emas. Men Uyg'urning ichidagi g'ayriy ahvollarni Uyg'ur tili bilan yetkazman. Lekin kerakli narsalarni ingliz tili bilan yetkazman. Amerikaga bo'lsin, kerakli yerlarga. Sen nima ish qilmaysan? Qahramon kerakmi bizga? Sen aşı vatanning ichidagi bütün uchurlarni birinchi qo'lliq materiallarni yig'alayotgansa, bizga qahramon kerakmi? Aş ishki uchurlarni hammasini yetkazsang bo'lmadimi Amerikaga? Uncholar yashamning keragi yo'q. Yolg'onchilikning hech qanday keragi yo'q bizga. Bu ishlarni qilayotgan odamning o'zining ko'ngliga ayon. Oyun yo'q, dasmiy qolmadi. Setib yegan 71 yilning yo'q setib yegan heliqi namoyish uchun kerak o'qigan temalar yana birmi. Ularning oqadigan yeri qolmadi. Pul kerak bular uchun. Yolg'ondan da'vo qilish kerak. Uning uchun qanday qiladi? Yangi tema kerak. O temalar chiqdi. Hozir bütün dünya biyologiyalik qural Xitoy virusi degan deb turib, aning tomg'i besiyotsa, sen qo'pib nima ish qilyapsan? Sening maqsading nima? Maqsading ziminmi yoki o'yinmi? Turkiyada har xil o'yinlar bo'lyotdi. Jiqballar sizlar so'z qoldiribsizlar. Men dedim, shumliq purab turgan temalarga aralashmanglar dedim. Türkiye'ni turg'usiz bo'lib ketmanglar. Men burundan beri da'vatim Türkiye'de turg'usiz bo'lib ketmanglar. O'zinglar ba'zan bir to'zoqlarga dastash orqali Xitoyga o'tkazib berish fursatini o'zinglar yaratmanglar da'vatim. Davomliq dedim bu gapni. Har vaqt da'vatim o'zingning sababidan, o'zingning dötligingning sababidan Türkiye hükümeti seni ötküzüp berdiğin yerge muşundaq düşme. Aş etrafındaki şeytanlarını senin aşı tozaq korup verse, sen aşını dessep olturup kaytırılıp gelsen, o vaxt kimden görse, Türkiye hükümetini mi görmesen buludu, özağının dötlüğünden görsen buludu o vaxtı da. Əxliba insan may poxni bir qıtım yegen bolsan, ikinci qıtım yeme degen nərsini kallanğa kelidu. İkinci qıtım yemeyme poxni, 3-4-cü qıtım yeyəməməy deb, o poxni künüp qilish buludu. Davamlıq yeyəvəsən o poxnicu, künüp qapdı deyimiz o vaxtıda. Əxluşu cayda adam, yiraq turudu, boğazı qulundan kelişçi, iş qılamsan cim tur. İş terip əməy.
Bir iş bo'lgan chog'da anandiki voy palonchi pokunchi bizga ega chiqsiniz deb. Anandiki ba'zan bir aylik vatandoshlik jiddilik chiqdi. Vatandoshlik jiddilik o'zining og'zidan chiqqan bo'lgandan keyin tegishli fikrni haq bildirdi. Qabul qilish kerak, qabul qilmasa o'zining ishini qilsin. Anandiki yana birisi u aylik medialarni o'qib, hozir nimaga media o'qish kerak? Amerikaga media o'qib qo'y. Nima shu vaqtida deb. Nima ish qildi Xitoyga nima deb qarshi turyotidi deb. Xitoy qarshi turgan davlatlar uchun media o'qib qo'ysanglarmidi? Lavhalarni ko'tarib o'y ketishning nima hojati? Naynayniki. G'idiga kelganda bir siyosiy vazifalar tushsa, ashunda qilgan biz o'qiyotgan vaqtimizda shundaqda ishlayotgandim shundaqda palon narsaga qarta ko'z qarashingni yoz, mundaq qil deb. Ashunga o'xshash ishni qilyotidi Turkiyada. Ba'zan to'zoqlarga tushmanglar dedim. Yana birisi virusni o'ylab beqinglar. Virusninki Xitoy virusininki biologik qural ekanligini kayni-kaynidan o'tirib chiqaryotidi. Hong Kongdan kelgan eliqi ayol doktor. Sizlar o'ylab beqinglar, u nima uchun? Dunyo vaziyati qanday o'zgarishlar bo'lyotidi? Bizning millatimizga qancha foydasi bor degan narsalarni o'ylashmamsizlar? Zimin kerak emasmi? Kashkicha g'ingishib yog'anda yig'lab o'ltarsaqli bulamda. Uya, qarindishim bundaq bo'ldi. Uya, qarindishim andaq bo'ldi deb. Hojati yo'q. Endi nima bo'lyotidi? Butun dunyo virusning ziyonkashligiga uchurdi. Shu sababdan Xitoyga qarshi bir to'lqin qo'zg'alyapsa, sen yana o'ltarsang, Xudoning ishi og'rimaydi bizga u vaqtida. Miyani ishlatmasang, bejirim yoritilgan bo'lsang, miyani ishlatsa. Anandikin Tibet xalqi mustaqillik deb chiqdi. Hong Kong mustaqillik deb chiqyotidi. Guangdong mustaqillik deb chiqyotidi. Bizning-chu? Biz nima ish qilishimiz kerak? Biz o'ynamdik. Biz mustaqillik irodamizni bildirdik 100 ming kishilik imzo bilan. Lekin yanama tinmaysiz sizga mustaqillik bizning qizil siziqimiz deb turib tirishayotimiz. Ba'zan davlatdagi qarindoshlarim rost to'g'ri Facebooklarga unda o'chqashkar bir narsani chiqarmaydi. Yevropacho, g'arb ellardagilarcho. Naynayni chiqirsiz. Madaniyat qirg'inchilik emas. Irqiy qirg'inchilik deb bulturdan yoqib davatimiz. Amerika hukumatimi irqiy qirg'inchilik davatidi. Taraqqiy qilgan davlatlarning hammasi og'ziga irqiy qirg'inchilik uchurdi, mahaq davatidi. Az zaminning egisi o'g'anliging uchun sen irqiy qirg'inchilik uchurding degan narsani uqta. Jimjit. Ayriq jidal Facebook'dagi xalqlarning Facebook'lar itilib ketgan Facebook'dagi koni rasmga tortilgan ba'zan temalarni chiqib bozorga soladi. Men burunlarda shu Tibet xalqini o'rta yo'l siyosatini qo'llangan degan narsani davomli deb kelgandikin boshqalar men mush to'g'risida izlangandim. Anandikin ba'zan bir da'vo sepidagi 5 kishida o'ltirib olgan anam dadam deganlar ayni vaqtida voy biz Tibetniki bilan tang mundaq qilamiz, avtonomiya talab qilamiz degan narsalarni so'zlagan Zumrat xonim deganda men to'g'ridan topolmagan o temalarni. Topolmay anandikin shu uzoq bo'lmagan bir vaqtda bir chetalik menga ivatib qo'yibdi. Men ko'rib baqsam bo'ladi, onangning tilidimi bor, boshqa tildimi bor deb. Ko'rdim. Uni yushirolmaysa, o'zing yuvatgan bilan, ma'lum birlarning yuvatgan bilan o televiziya stansiyasidagi narsalar saqlab qilinadi. U arxiv bitisi saqlab qilindi. Ayni vaqtida sen Tibet xalqiga o'xshash biz avtonomiya talab qilamiz debsa, sen millatning bir nimasi bo'lgan ekan, endi o'sim zuvaning poq yemagan ekansan. Demansa, diyemaysa, ism jidilini tashlab bersa Uyg'urga, vatanni olgandan nimani qo'ysang o'zingning isming emas, oshnaning ismini qo'ysang mayli, bolangning ismini qo'ysang mayli deb bo'lganman. Hamma jidalni opirib tashlaysa, mushunda vaqtda tashlaysa, chunki vatanda sening urug' tuqqanlaring tep-tish hech qanday g'am yo'q bo'lganligi uchun ashundaq jidalni tashlay olaysa. Ashuningda Tibet xalqiga o'xshash biz avtonomiya debsa, Tibet xalqi avtonomiyani talab qilgan bo'lsa, ana Hindistonda askar ekan-ku. Birsi qurbonmi bo'ldi? Mustaqillik deb jor savatidi.
Fursatni ching tutib, sen nima ish qilyapsan? Ko'zini poz qilma, pozini ko'z qilma deb shu g'amda. Nimishki jidallarni ustalga tashlab bo'lib, u jidalni sağanlar jimjit o'ltirib olalaydi. Aqlingizni ishiltib beqing. Xudomi bizga miyani bergan bo'lgandan keyin ishiltishga bergan. Kassingizni ishlatmay, miyani ishlatsangiz bo'ladi. Bilmagan inson bizni shunchalik baxtli ekan deb o'ylaydi. Bilmagan insoncha Uyg'urni baxtli ekan deb o'ylaydi. Sen men qo'pib, mayani ishlatma deb chiqarib qo'ysam, u rasm sening titan to'miringga tegib ketibdi. Ba'zilarniki, voy bu degan nomus ish. Nimishki qo'ngning rasmini chiqarib qo'ydingiz? Voy qo'ngni kuniga buncha vaqt ishiltisiz. O nomus qilg'ida hiya emas, siz xitab kesib etmaysiz u. Miyani ishlatmang dedim. U rasmdan izzat topib ketibsiz, qilayotgan ishlaringizni nimishki izzat topmaysiz. U dunyo deganga ishongan bo'lsang, u dunyoda savol so'roqning borlig'iga ishongan bo'lsang, qildigan ishing bu bo'lmas bo'ladi. Ba'zan temalar o'zingnikiga zitingga tegidi, titan to'miringga tegidi, shuning uchun tillaysan. Nochi bo'lsang, meninkining ostiga kirib tilla. U vaqtida munozirlashimiz. Telefon ursam olmaydi. Lekin ayada tillay oladi. Boshqa bir yerlarda tillay oladi. G'it o'ltiramaysa, chunki titan to'miring tekkanligi uchun. Agar titan to'miring tegmasa, tillamaysa hech kimni. Ziminda biror tortishadigan bir yering bo'lsa, kirgidak tushqin bo'lsa, u vaqtida aytishidi bir yerlaring. Bu hozirgi kunda nima ish qilishimiz kerakdi deb turib o'ylaysa, tafakkur qilsa. Haq nim qilyotidi deysa. Tibetni avtonomiya degandan. Tibet nima ish qilyotidi? Mustaqillikda vaqiraydigan vaqtim keldi deb turib o'tirg'i chiqdi. Sen nima ish qilyapsan? Lager. İşlep chiqarish maydonlaridagi mundaq ishlar. Voy, bizning tuqqanlarimiz nerede? Sening tuqqanlaring Xitoyda. Tuqqanlaring nerede deb beray. O tuqqanlarim nerede deb so'rasang, g'idiq ekanman-da haqninki. Men mustaqil bo'laman, men az zaminning egisi bo'lganligim uchun bunda qirilib ketyapti, urug' tuqqanlarim bilan ko'rishamayapman. Sana acaba bir uçurlar keladi ekan. Bizga nima ish uçur kelmaydi? Sana keladi ekan uçur. Savol qo'yib baqsang bo'ladi. Agar kallangni ozroqla ishlasang javob topa olaysan. Bu bir odam da'vo qilib 71 yil qismi 71 yoshga kiradi ekan. Mush hozirgacha bir ish bir nima bo'lmabdi desa, "Ma padini almashtirib baqayli" degan narsani savol qo'ymasang qilmaydi ha. G'ingshsa bola degandan keyin qo'zqashqanligini biladi, opsioniki bir nima beradi. Hozir bo'pti haqni Amerikaninki siyosiy manfaatiga to'g'ri kelgan bo'layli, mayli nimasiga to'g'ri kelgan bo'lsak, shu narsa bizga bir fursat bo'lg'isi. Voy, ba'zan bir narsani Xudoyim bishorat beradi-ku. Voy, Xudoyim, fursat kelsa, fursatni chim tutmasak, tashlab bersak, oy, nerede nay olsa şu yerda. Ba'zilar şu din to'g'riliqmi nim qipti. Din to'g'riliq jidalga kirmaysiz, Zumrat xonim deydi. Men kirmayman dedim. Vatanimda dinim nim bo'lib ketib boradi. E'tiqodim nim bo'lib ketib boradi vatanimda. Oshini qo'g'diyamagan adam butun dunyoning vaziyatidagi diniy narsalarga mening ardish huquqim yo'q. Salohiyatimga to'shmaydi dedim. Vatanimda nim bo'lyotidi. Sen o'ylamasangmi bilasan? Xitoylar ostib bostirib yotdi. Abjash Xitoyda Xitoy emas, Uyg'ur emaslar tug'ilib ketyapti. Mushular zitingga tegmamda, g'ururingga tegmamda. Sen vatanni qo'g'diyamay, qarindoshlaringni qo'g'diyamay, xalqning narsiga esilib yurmay, o'zingning ishing bilan bular haq qo'ngil bilan kulyapti. O'zingning bir ishingni qila deydi. Halimizga tushliq ish qilamiz. Halimiz andaq tursa, yana qo'pib xalqninki bir ishlari uchun sakrab taqlab ketsak, voy, Shanxoning ustiga Shanxo qolamiz ey. Yanala deydiganim Erkin Sidiq apandim, sizga shundaq ishga uchurlar kelgandikin, ana FBI, CIA, baslar, ashaga shu yerga kerak ash uchurlar.
Yalğan nərsəni çıxırıb o yerdə, bu yerdə ma qəhrəmandı o bu. Ey, vətəndə nima şuvatqınni, qaq ailesi bilanmı aloqalashmayapsiz bir qəhrəman turukqida düşüb qalsa, qaq qo'ngi bilan kulidi. Men misherdagi Norvegiyadagi odamlar bilanmı paranglashib baqqandim. Xitoylar deydiki biz mundaq quvvatimiz davası sen qo'pib qəhrəman. Qahra bo'pti, qəhrəmaning chiqdi, yo'qolib ketdi deysa. Qəhrəman degan nima? Agarda chiqqan bo'lsa izdima. Sen nima uchun chiqarding uni? Naynayga chiqargan bo'lsang, naynay petimcha. Agarda haqiqiy chiqargan bo'lsang, o bir tafsili, voynay planliq hamma narsa bor. Maya ba, sening ishlatgan o'yiningni ancha-muncha savol qo'ygudek Uyg'urlar bor. Unchalar dot emas Uyg'ur degan. Eng qisqasi bir ish bo'ldi. Oldingi qatim mush bir qo'ymichilikqa oid bir temalar bo'lyotdi, u abjash o'qamsin deb demay. Ashuningga oid bir ish bo'ldi. Bo'lgan vaqtida boshqa bir yerdan birisi, "Voye, Zumrat xonim, munda bir qo'ymichilik bordi. Mening ismim ashuningga o'xshab qoladi, lekin meni deb o'ylab qolmang, munda ishdi" degan tip kulib ketibdimi? Anandan bir telefon urib, mushuni bir oydinlashtirib bergan bo'lsangiz deganda telefon urib berdim. Suyimlik Uyg'urlarmi bor? Aniki bu yerda u ayolning ismi shuna o'xshamdi ekan, men tuzitib nim qilay deb turib qilayotganlar bor. Uyg'ur unchilik döt, aqlsiz, undaq emas. Hammasi undaq emas. Hammasi shayton, hammasi munofiq, hammasi g'alchi emas Uyg'urninki. Ni aqlliqlari bor. Sening qilayotgan o'yiningga savol qo'ya oladigan Uyg'urlar bor. Savol qo'ysa, ya qarg'a tiqitsan, ya munozirlashamaysan, yoki boshqa yerda tillaysan. İsmini yazıp durup tillaysa, özünki sahipsi kirip tillayammaysa, başka yerde tillaysa. Çünkü xumdan dəziva emasmı? Xumdan dəziva adam başka yerde tillaydı. Noçı adam meyege kırıdı. Men ayrım xansığı, her qandaq adamның ayrım xansığı deyme. Nima fikriniz varmıdı, bir iş varmıdı dep telefon ursanız anmaydı. Ey mana nereye yazalığını bilen anmaydı. Alanmaydı. Çünkü o bir adamның 10 neçeden Facebook'ları var ki, ayollarning nomiga kirib olgan eliq erlar tutulib qolgan nechisi var. Men telefon urganda tasodifiylikdan olgan, mushu mayli o'lmalar birlikda bo'lsin, mayli qayerda ayollarning nomiga kirib olgan erlar bor. Ahli mayron qolgan. Oy, nimishki erlarning nomini ishlatmaysizlar, isminglar, o'zinglar er tursanglar, qizimning nomida dey, mundaq dey, boshqalarga mundaq ta'sir vermaydi deb. Ne hojat buningki? Bu yasalmalıqның nima hojati var? Niqablanib turib, muomala qilgicha o'z yuzing bilan chiqsang, savol bo'lsa qo'ysa, javob fikrlasak bo'ladi. Xalqning opasini, dadasini, achisini so'rab chiqmay, gaping bo'lsa da. Hozir qandaq kunti? Hozir mustaqillikligingni sana nima kerak deyotdi dunyoda? Bekinib o'ltading. Oye, ma lagerdagi falan. Lagerdagilarni qo'yib asl sening ishing tugaydigini aniq. Uni ifodalayapsizlar. Tibet nim qo'ydi? Tibet nomi qirilib ketdi. Ular avtonomiya, yana birma degani bilan ayada askar var dedim o. Chiqdi ana. Mustaqillik deb tinmay chiqyapti. Ular mushu fursatni chim tutishini bildi. Biz nima ish qilyapmiz? Elik paytımala, elik sesixçilik, əslidili banəslə o. Yalğandın qıma, senin vətəndin, Xitayga pulunu urup, onundikin Amerikaga urup, yana bir yerga urup, yoki Belgiyadagilarga urup pul yo'tkayotganini, o isboti bilan ivatibdi qahmana. Hay, shu o'zingninki poxni usuruqlar yepish yoki bir qahramon bo'lish istigida bunda ishlarni qilsangmi, keyningda bir muncha poq. Bunda narsalarni o'tirib chiqarsak yaxshi bo'lamdi. Ma qilmoqchi bo'lgan ishimiz qorilib qoldi. Maya ishlatishimiz kerakdi. Shaxsiy ish bilan emas. Zimining chiqirayotdi o yerda. Hozir degan Xitoy mundaq qilyotdi, Xitoy mundaq qilyotdi. Banning apandimmi davatdi. Xitoyni Abdi Bashirsin o'tirib chiqarayotgan ne siyosiy yo'llar bor. Xitoy dushmaning bo'lgan bo'lsa, senmi shuning ovoz qo'shsa, Xitoy do'sting bo'lganlik uchun o'zingning nima tiqsiz bir bilan chiqaryapsan degan gap. Aqlimiz joyida bo'lsa,
miyani ishiltib baqayli. Aqimizni emas, aqimizni oboniga ishlatib, miyada ishlasangiz bo'ladi. Uyg'ur döt emas. Lekin o'ynayotgan odam bor. Shu o'yinga tan kirsiz, zerikib qolib kirayotamsiz, ya maqsadli kirayotamsiz, uni bilmayman. Yanala oxirida Erkin Sidiq apandimga murojaat qilaman. Siz o'zingizdagi bahiliqi maxfiy uchurlarni, heliqi uchur manbalarini tezdan Amerikaningki shu kerakli yerlarga topshiring. Agarda Amerikada ezib qolaman deb qolsangiz, mendan so'rasingizmi bo'ladi? Mendan so'rasangiz kimni izlashni deb berma. Kimga kerakligini, Amerikaning qaysi o'rniga shu uchurlarning kerakli ekanligini men sizga deb berma. Rahmat sizlarga qarindoshlarim.